Siz ham bahorda aksirish bilan qiynalyapsizmi? Unda sizda allergik rinit bo'lishi mumkin. Allergik rinit kimlarda kuzatiladi? Asosan bolalar va o'smirlarda, oilasida allergen bilan og'rigan insonlarda, bronxial astma va allergik dermatiti bor insonlarda, sanoat korxonalari ishchilarida, chekuvchilarda, chang bilan kontakt bo'ladigan insonlarda allergik rinit kuzatiladi. Allergik rinit turlari bo'yicha mavsumiy va doimiyga ajratiladi. Allergik rinit belgilari: burundan tinimsiz suv oqishi, burun qichishishi, burun bitishi va tez-tez aksi urish, hid va ta'm bilishning o'zgarishi, ovoz o'zgarishi, quloq bitishi va qichishishi. Ko'pincha allergik rinit allergik konjektivit bilan birga keladi. Allergik rinit va shamollashni qanday farqlashimiz mumkin? Allergik reaksiya odatda isitmaga olib kelmaydi. Allergiya nafaqat burunni, quloqni, ko'zni, tomoqni tirnashga ham olib keladi. Allergiya belgilari quruq va chang havoda kuchayadi, nam havoda esa yengillashadi. Reaksiya ko'pincha mavsumiy yoki allergiyalar ta'sirida yuzaga keladi. Infeksion rinitda esa dori moddalar qo'llanishi bilan jarayon yengillashadi yoki umuman ketadi. Kasallik kuchaygan sari burun oqishi kamayadi va rang oladi. Shamollash bilan aksi urish kamroq kuzatiladi. Shamollash odatda umumiy zaiflik va ishtahning pasayishi bilan birga keladi.